Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga, afsuski yomon xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Surxondaryo viloyatida 71 yoshli erkak tushlik tayyorlamagan xotinini o'ldirdi. Bu haqda Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea 15-sentyabr kuni taxminan soat 14:30 da Sariosiyo tumani Afrosiyob mahallasida sodir bo'lgan. Erkak uyda ovqat yo'qligidan norozilik bildirgan. Ayol esa unga uy ishlariga umuman yordam bermaysan, faqat ovqat talab qilasan deb javob bergan. Mojaro ortidan erkak oshxona pichog'ini olib hovliga chiqqan va xotinining chap ko'ksiga bir marta pichoq urgan. Jarohatlar yurak, o'pka va aortani shikastlaganligi sababli ayol voqea joyida halok bo'lgan. Sudda erkak aybini tan olib, kelib chiqqan mojaroning sababi doimiy tushunmovchiliklar bo'lganligini aytgan. Shuningdek, aniqlanishicha, jabrlanuvchi 2024-yildan beri surunkali buyrak kasalligidan aziyat chekkan hamda birinchi guruh nogironi bo'lgan. Og'ir ahvoliga qaramay, erkak xotinini muntazam haqorat qilgan. Sud voqeani qasddan odam o'ldirish deb baholab, uni umumiy tartibli koloniyada 10 yil ozodlikdan mahrum etish jazosiga hukm qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Navoiyda er alimentdan voz kechmagan xotinini mashinada urib ketgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu xabarlar ostida ko'plab negativ fikrlar yozilmoqda. Videoroligimiz kerakli joylarga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang.